Instagramda hamma kutgan o'yin Crashga qarshi o'ynab ko'rdim. 2-2 hisobida yutdim. Video kimga qiziq bo'lsa agar dakansa ko'ramiz. O'ylashim bo'yicha nomer 1 ga umuman arzimaydi bu Crash. Bu yerda men normalligini damage yeb oldim, lekin men tushkunlikka tushganim emas, shotni bir qildim. Bu yerda o'zicha meni bayt qilmoqchi bo'ldi, lekin baytga o'xshamadi. Bu yerda bu close fightda kim bilan o'ynashayotganini bilmadi. Shuning uchun bu shotni men oldim. Joyda umuman xato qilmaganligim uchun bu shotni olib ketdim. Bu yerda ham ошибка qilib qo'ydim, lekin ошибкамni 1 sekund ichida to'g'riladim. Shu igrokni sizlar nomer 1 deb yurgan bo'lsalaringga men hayron qoldim lekin. Regamni ko'rib turibsizlar bolalar, chotki kimga shunaqa rega kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga o'tib yozsanglar bo'ladi. Bu yerda Crash kutmagan narsani qildim, ya'ni priyon qilib oldim. Har doim kalla bilan o'ynash kerak. Bu yerda ham Crash kutmagan narsani qildim, chotki priyon qilib oldim. Bu regani ko'rib prosta kayf qilinglar. Nomer 1 O'zbekistonni ko'ta chidamasdan Thompson olib chiqdi. O'zbekistonni sharmanda qilyapti bu Thompson bilan. Meni regamni ko'rib yig'ilib ordimi deymanda, Thompsonlar bilan chiqib oldi. Lekin buni Thompson yordamini bera olmaydi meni regamga. Xullas bu o'yinda men yutdim, bu balla bo'ldi, 1-0 hisobida yutyapman. O'zinglar uchun bilib olinglar kim nomer 1ligini. O'sha aytgan gapim yana aytaman, Neruz nomer 1.